Shu desanglar o'rtoqlar, shu xonani jitkabo'sini ko'chirib remont qilmoqchiman. Bu xona jitkabo'y bo'lganiga mana 5 yil bo'ldi. Qaynona oyijonimiz sepidagi to'shaklarni urinib ketganini battar rasvosini chiqarib paxtalashib to'kiladi. Mana bola ham o'sha to'kilgan joylarga borib, mitib og'ziga solishni o'rganibdi. O'zi aslida endi supurib chiqib ketsam shu bolajonlarim mitib yana uyladi. Boyagidek qilib qo'ygani jonimga deydi. Instagramda qarasam hamma ayollar remont qilyapti. Hamma qilganini men ham qila olaman. Odam qilganda odam qila oladi, to'g'rimi o'rtoqlar? Jitkabo'ylarni ko'chirib o'zi yopishadigan aboy chiqibdi-yu, nomi nima edi? Bilganlar kommentariyaga yozib ketinglar, esimdan chiqib qoldi. Xullas shunaqa aboy bor ekan, yopishtirish ham oson ekan. Shunaqa aboydan yopishtirib, uylarimni remont qilib, chiki-chiki qilib olaman. Ham maqtanib reelslar qo'yaman Instagramga joylab desam, turmush o'rtog'im hay sekinroq qiling, o'zingizga yarashadigan ishni qiling desa bo'ladimi? Turmush o'rtog'im ishga ketganida sekin boshlab olsam indamay qolar, lekin qishda baribir bu xonada qishlamaymiz. Shuning uchun bahorda turmush o'rtog'im o'zi qilib berishini kutsamki yoki boshlab yuborsamki, nima deysizlar? Aytgancha tez suhbatlashib turish uchun yurakchani qizartirib obuna bo'lib qo'ying, ko'nglim ko'tariladi. Betga chopar eding-ku. Ko'rsatlaring. Shu desanglar o'rtoqlar, yozi issiq qahqah kunlarda g'ashimga tegmagan gilam paloslarim qishning qahraton kunlari ishi taqillatib turganda g'ashimga tegib asabimni egavlasa bo'ladimi? To'g'ri, yozi bilan ham bu oshxonani palosini 2 martalab yuvdim. Oshxona ekan har xil narsalar to'kadi, bolalarim yosh ovqatlarni to'kib yuboradi. Shu o'g'lim bo'lsa rosa qusadi. Shuning uchun birpasda dog' bo'lib ketadi. Yaxshi ham bayr bor. Qilsam nima deb bahona qilardim. Xullas erimga oshxonani paloslariga qo'shib ichkari uyda gilamlarini yuvaman. Mevalarni ko'tarib bo'shatishib qo'ying desam, sovuq tushganda gilam yuvmasdan ko'zingizni qising. Ertaga belim og'riyapti, shamolladim degan gaplar menga kerak emas. O'zlari yuvib beradigan firmalarga bervor deydi. Bu gap menga rosa yoqib tushdi-da. Lekin uylarni bo'shatish bering desam, ana bo'shatishaman, mana bo'shatishaman deb naqd bir hafta jonimga ular. O'rtoqlarim maslahatiga ko'ra ellik gilam yuvish xizmatini chaqirdim. Bir deganda mebellarni ko'tarib o'zlari yig'ib olib ketishdi-ya. Voy o'rtoqlar, erimizga jag'illab, jag'imiz tolib, asablarimiz egallaganimizni kirasimas ekan. O'rtoqlarim, yaxshilab quloq solinglar, eshitmadim demanglar. Elif Klyanuzda parda, gilam, to'shak, adyol, mebel yuvish xizmatlari bor. Eng qaymoqqina bizga yoqadigan joyi, butun Andijon bo'yicha dastlabki xizmati bepul. O'zlari uyingizdan mebellar istagidan yig'ib olib ketib, o'zlari olib kelib berishadi. Eng qizig'i, xizmat sizlarga yoqmasa qaytadan tekinga yana yuvib berishadi. Oshxonami palosini solib, dog' palosini oppoqqina bo'lib, priyanniy hidlar kelib turganini ko'rib, mazza qilib o'yinlarga ham tushib oldim. Elif Klyanuz servis xizmatlaridan eng mazza qilgan joyim nima bilasizlarmi? Panadan yil berdik. Panadan yil bergandan keyin ham shunchaki biz yuvilgandan keyin dazmol qilib kelinadi, lekin kelgandan keyin mana par dazmolda sog'liqni dazmollanib topshiriladi. Agarda pardalar ilish kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon qilinglar, choy qilib beramiz. Andijon, shunaqa servis xizmatlari bilan og'zimni lang ochgan, gilamlarimni yiltillatib, chekalarini choklab bergan Elif Klyanuzga kattakon rahmat. Bugun uyqudan turib og'riqdan yura olmay qoldim. Lekin kelinimiz og'risak ham uy ishlarini qilishga majburmiz. Shunaqa dedim-ku, lekin baribir og'riqqa chida olmadim. Jonini olsin, jonimdan ham afzalmi bu ishlar? Dedim-da, davo izlab Begim podologga prosedurasini olishga bordim. Sababini bilmadim-u, lekin oyoq tirnoqlarim yoshligimdan ichiga o'sadi. O'zim juda ham qiyin olaman, olgan taqdirimni ham chuqur tozalab ola olmayman va bu menga juda ham og'riq, azob beradi har yurganim sari. Begim podologga borganimda hamma ishlatadigan instrumentlari одноразовый yangi ko'zim oldida ochib ishlatishni boshladi va oyoq tirnoqlarim ko'ryapsizki juda ham og'ir holatda. O'zlari avaylab chiroyli qilib oldi. Ko'ryapsizki tirnog'im ichiga o'sgan qismi. Tirnoqlarimni ichiga o'sgan qismini olib tozalagandan so'ng oyog'imga vannalar qilib, har xil o'xatlar qilib, mazza qilib dam oldim. O'rtoqlar, o'zimizga ozgina vaqt ajratib, o'zimizga ozgina mehr bersak, qanaqangi energiyaga to'lib, atrofimizdagilarga ham shu energiyani ulashamiz. Aytgancha Begim podologda manikyur, smart pedikyur, tirnoqlarni ichiga o'sgan qismga qarshi yechim, protez tirnoq qo'yish va nit qo'yish xizmatlari bor. Ularni boshqa podologlardan afzal tomoni uyingizga
yoki xohlagan joyingizga vizitga chaqirib muolaja olsangiz bo'ladi. Manzil O'zbekiston ko'chasi, Tog'zor Tabakan to'g'risida Sarvinoz salonida. Ha, o'rtoqlar, faqat ish deyavermasdan o'zimga vaqt ajratib to'g'ri qildimmi? Kelinlar ham o'zi uchun vaqt ajratishga haqqi bor deganlar, yurakchani qizartirib keting. O'zimni sevishga bu motivatsiya bo'ladi-ya. Odamzod sotqinligiga nima deysiz? Ayol kishi tug'ilishi bilan peshonasiga sotqin deb yozib qo'ygan bo'ladi. Uni tug'ib katta qilgan, bor mehrini bergan, ulg'aytirgan ota-onasini ikkinchi o'ringa qo'yadi. Bitta erkak uchun. Peshonamga shu yozilgan ekan deydi. Uni sevadi, ardoqlaydi, umrini beradi, yoshligini, go'zalligini, mehnatini, vaqtini, hamma narsasini bitta erkak uchun sarflaydi. Jigarlari, aka-ukasi, opa-singlisi, ota-onasi hammasi oxirgi o'rinda turadi, faqat eri uchun. Ayol kishi uy sola olmaydimi? Ayol kishi pul topa olmaydimi? Topadi, lekin erini topganiga qanoat qiladi. Eridan ko'proq pul topgan paytida ham erini xudoyim deb hisoblaydi baribir. Ayol kishi juda sotqin bo'ladi. Lekin shuncha sotqinlikni bitta erkakka sadoqatda ko'rsatadi. Baxtli bo'lsa, xo'p, baxtsiz bo'lsa-chi? Hali yana noyabr, dekabr, yanvar, fevral, mart, почти 4 oy, 4,5. Ey Xudo, o'zing sabr ber. Allohim. Qanday qilamizgina? O'tin ko'mir yoqadigan o'rtalarim, qanisizlar, sizlar bilan qalban birgamiz. Endi sezon boshlandi. Hali o'tin ko'mirlar yoqib, qo'llarimiz tirsillab, yollab sezondan chiqishimizga 4 oy, 5 oy vaqt bor ekan deb kulsam, ba'ziga bir negativchilar, bu kuladigan narsa emas, tabiiy narsa, haqiqat deb yozibdi. Haqiqatligini bildim, bilganim uchun ham, boshimdan o'tgani uchun ham shunday video qilib chiqdimda o'rtalar. Tavba qildim, astag'firulloh. Ba'ziga aql chicharlar, pechkangiz oxlasangiz bo'lmaydimi deb yozishibdi. Tavba. Pechkani oxlasam issiq chiqqan pechkadan. Yoki shuncha ishim kamda yana bir haftada bir pechka oxlashda ham o'zimga ish qilib qo'shib olayim. Jinniga o'xshaymanmi men mana shunaqa? Ba'ziga aqllilar bo'lsa, shunday remont aboylaringiz yomon bo'lib ketadi, pechka yaxmang deydi. Pechka yaxmasa nima qiling? Qaltirab o'tirib kasal bo'layim, bolalarim bilan birga. Yana boshqalar nima deydi? Konditsioner oling, topli pol qildiring, atapleni qildiring deydi. Ataplenamiz bor, gazimiz yo'q, topli polimiz bor, tok yo'q. Bizni qishlog'imizda qishki kunida har 3 soatda 2 soat tok yo'q bo'ladi. Endi sizlarning aqlinglar aytgan shu topli pol, konditsioner qanday esitadi o'rtalar aytinglarchi. Shuning uchun bilib bilmasang ko'p ham meni asabimni ega olamanglar, xo'pmi? O'zim hali o'tin ko'mir yoqib, qo'llarim tirsillab, yollib, kulolarim, mana betim po'ralari ham kirga to'lishib ketganda, asablarim o'ynab turibdi. Sizlar mana kommentlarni o'qib, asablarim diskoteka qilib yubordi bu yerda. Buni qo'yinglar, aytdi kosmetolog va Habjanovni barcha proseduralarga 30% chegirma qilib qo'yibdi. Menga o'xshagan o'rtalarim o'ylab, yuzlarim quruqshab, sho'rlashib ketyapti. Va Habjanovdan oldiga bordim, yuzim chiska qilib, karboksiterapiya qilib qo'ydi. Shunaqa yiltillab qoldi-ye. O'rtalarim doimo o'zim avval sinovdan o'tkazib, keyin sizlarga tavsiya qilaman. Kosmetolog va Habjanovna yangi manzilga ko'chgani uchun barcha proseduralarga 30% skidka qildi. Bu skidkadan sizlar ham foydalanib olinglar. Yangi manzili o'zimiz Andijon eski shaharda Hamkorbankda ro'parasi Transbankda podvali Marza Sulton salonining ichida. Shunaqa qilib yuzlarim yiltillab energiyaga to'lib uyga kelib, Insta Yulduz avtoriskiy kursimni darslarining davomini yozishni boshladim. Ha, o'zi bu qanaqa kurs va men kimman bular haqida bilish uchun sahifamga obuna bo'lib, storieslarimni kuzatishda davom eting. Niye veremedin ağzını payını vermeyisun. Ula 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 sen bir karar bile etmeyisun. Ula 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 bu alem ullay terkeysun. Ne oldu sana, ne oldu böyle, ne oldu sana, ne oldu böyle. Nerede eski taş fırın erkeği, bir anda oldu lay terkeği. Ne oldu sana, ne oldu böyle, ne oldu sana, ne oldu böyle. Nerede eski taş fırın erkeği, bir anda oldu lay terkeği. Güney Rumalına katıla katıla, bir sözünü geçiremedim karına. Daha niye veremedin ağzını payını vermeyisun. Ula 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 sen bir karar bile etmeyisun. Ula 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 bu alem ullay terkeysun. Ne oldu sana, ne oldu böyle, ne oldu sana, ne oldu böyle. Nerede eski taş fırın erkeği, bir anda oldu lay terkeği. Ne oldu sana, ne oldu böyle, ne oldu sana, ne oldu böyle. Nerede eski taş fırın erkeği, bir anda oldu lay terkeği. Ne oldu
lazım. Seni tapkan için. Bilip al bizim uydu. Mından da Nara qarab tur, ishtonim kevali. yaxshi bo'ladi. Men qaynab qo'yganimda. Sabzıklar erте turgun. Eşitli koşu cığım. Sovuqtab жүргөнүм үчүн уйкуну эми туйдум. Körsünüm gibi taşımay. Doyurdan et taşım. Оз тийдеп берейинчи. Апама бир баштыгын. Апа. Келин кайненеге ысык чайым берсе, жой жүрөк уздaba. Hazır yıkılabildim. Kütüp turganlar. Niye veremedin ağzını payını vermeyisin. Ula 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 sen bir kalır bile etmeyisin. Ula 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 bu alem ullay terkeysun. Ne oldu sana ne oldu böyle ne oldu sana ne oldu böyle. Nerede eski taş fırın erkeği bir anda oldun lay terkeği. Ne oldu sana ne oldu böyle ne oldu sana ne oldu böyle. Nerede eski taş fırın erkeği bir anda oldun lay terkeği. Güley rumalına katıla katıla bir sözünü geçiremedim karına.